Voy maşallah do'stlar, qaranglar, 1 tonnali sigirlarni qator qilib boqish hammamizga nasib qilsin do'stlar. Bilasizlar, men ham otxona, qo'yxona, molxona qurishni boshlagandim uyga, bilasizlar. Hozir menga sement kelibdi pochcha uyga. Sementni kecha zakaz qilgandik. Bir kunga qolmasdan olib kelib berdi do'stlar, qaranglar. Sizlar ham bemalol tosh sementga aloqa qilsalaring, tez yetkazib berar ekan. Tosh sement Namanganda joylashgan, bilasizlar. Bemalol Namangan bo'yicha butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib berar ekan do'stlar. Arzon narx. Dedikni nomidan aloqaga chiqsalaring, tosh sementga yanada arzonroq qilib berishar ekan. Hamma viloyatga dastavkasi bor do'stlar. Hozir bizda qurilish boshlandi. Inshaalloh biz ham shunaqa qator qilib mol boqamiz. Sizlarga ham nasib qilsin do'stlar, qaranglar. Birinchi marta ko'rishim bunaqa sigirdim, qaranglar. Voy, mazza qilib yur aka. Siloslar yeyishini qarang. Meni ishtaham ochilib ketyapti bular ko'rib borib. Do'stlar, xullas do'stlar, bemalol aloqaga chiqarasizlar, ustakalarimizga videolar tashlab qo'yasizlar.